1 minutda Carmix haydashni o'rganamiz. Amallab chiqib oldik. Butun dunyo Carmixda rivojlanyapti. Beton zavodlar o'rniga yoqib olamiz. Zajganiyani. Tormoz qo'yamiz. Oldi neytralka, orqa neytralka. Birinchi neytralka, ikkinchi skorost. Повышенный пониженный. Joystick o'zga to'rsak, joystick ko'tariladi. Tushsak tushiradi. O'zga olsak, og'diradi o'ziga, yerdan narsa olish uchun. Yoqirsak boradi. Burchak o'zini yopish uchun. Rasvor to'kkan payti. Burchak qozonni o'ngga, chapga rasvor to'kib berish uchun qulay joyga moslashadi. Oldiga og'dirib beradi bu sementni. Ko'tarib, yana qaytarib joyga oladi. Bu richak misholga ishga tushiradi, qori berib, obratda to'kib berishga ishlatiladi, obratga ishlatsa. Bu esa qolgan gidravlikaniki ruchnoy kursiga qolgan priborlar, faralar. Bo'ldi. Ma'lumotda qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib ishdan chiqmasa, texnikani o'chiramiz. Hammaga omad.